Assalomu alaykum Zikoblis kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda yangi rozыгрыш, ya'ni kazino atak bo'ladi. Bilaman bu oxirigacha bosmaguncha tushmaydi. Shuning uchun coinni yetarlicha, ya'ni 25 mingta, o'zi maksimal 21760 taga olsa bo'ladi ekan. Bu haqida men hali Telegramda aytdim. Aytaman, rozыгрыш kelishi hisoblab chiqib, shuning uchun sirazi goldlarni to'plab yetarlicha miqdorda olib qo'ydim. U 99% oxirida tushadi mana atak degan tank. U juda kam insonlarda bo'lganligi uchun kolleksiyaga olib qo'yish maqsadida men rozыгрышni dakansa bosmoqchiman. Xo'p, yaxshilab joylashib olinglar. Oldinglarga yegan u narsa qo'yinglar, ichgani. Короче, boshlaymiz. Birinchi otishimiz, birinchi 350 ta goldga hech narsa tushmaydi desak, amerikanskiy konteyner. Nimaga endi amerikanskiy konteyner sirazi ochmasligimiz kerak? Qayerdan bilamiz biz rozыгрышni dakansa bosganimizdan keyin, shunday bitta amerikanskiy konteynerni ochganimizdan keyin amerikanskiy konteynerdan bizdan tap etkizib atak tushib bersa nima bo'ladi, ha? Вообще обидно bo'lib ketadi. Shuning uchun sirazi ochib olamiz. Qani atak tushib qolsa, yak. Atak hech narsa tushmadi. Короче, 375 taga keyingisi. Xo'p, skip. Просто baribir hech narsa tushmaydi, shuning uchun skip qilib yuboramiz. Okay, skip yana bittali Sabirivsedan u 95% hech narsa tushmaydi. Tushganda ham normal tank tushmaydi. Opa, men konteyner. Вот это уже поворот. Shu yerdan konteyner tushdi. Обычный nagrada tushdi va hech balo yo'q. Eng minimalniy nagradalar tushyapti. Ну, bayli. Okay, 250 ming kredit. Bu yerda hozir mana bu Sabirivselardan ko'ra nima ham nimaga o'xshayapti, nima deydi? Sabirivsedan ko'ra mana bu 3 ta 250 minglik ham nimada foydaliroq o'xshayapti. Sabirivsedan vряд ли nima tushadi. 250 ming pul olib qo'ygan shu. O nayishi tank. Mashi konteyner yoqadi. Chunki bu yerda tank tushib qolish ehtimoli 10%. 5 emas. Mana ularda 5, mana ularda 3000, 5000 shunaqa. Один tank из списка 5%. 5% ekan. Dальше ochamiz. Dagansa bosishimiz kerak. Agar sirazi atak tushib qoladigan bo'lsa, o'sha yerda to'xtatgan bo'lasidik, no vряд ли atak tushadi. Ikkita navishi tanki buni пропустить qilib bo'lmaydi. Bu konteyner Sabirivsedan ham xujeroq desam bo'ladi. Mana bu konteyner ham bu garantdan tushgan. Dalay ikkita ochamiz. Mana bu lегкий ikkinchisi, endi oxirgisi тяжелый tank konteyneridan aniqki tank tushmaydi bu yerda. Da. Bu 99% desam bo'ladi. Xo'p, ochamiz. Yana bizda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta ochish qoldi. Atak tushmasligi aniq, lekin konteyner nimasi kamuflajga tushdi, normal. Keyingi ochishimiz. Hop, Sabirivse procentini ko'rib olaylikchi. 3% ekan. 3 yo'q degani-da, yo'q prям tushmaydi degani. 3% ochamiz. Atak imkoniyat kam bo'lsa ham tushib bersa zo'r bo'ladi. 357%, 3 ta nagrada qoldi bo'lmasa. Haligi barabar aylanadi, monda kelib turib, mana aylanib ketadi-yu, qo'shnaqa holatda, hani ikkita turibdi. Boshda qilgan niyatimiz xolis ekan, atak hozir oxirgacha bostirsa kerak. Конечно, chunki bu War Gaming. Animatsiyaga qaranglar, oxirgacha bosgandan keyin mana va'da qilingan 21 mingta tilla ketdi va biz atakda oldik. Mayli, bir qancha konteynerlar ham oldik, noshukrlik qilmasdan. 9 ta Sabirivse ekan, bundan vряд ли tank tushadi. Просто skip qilamiz. Gold. Bunisidan gold tushdi, qani bunisi skip qilmaylikchi, bu narsa tushib qolar ekan. Balkim yak. Yak. Hech narsa. 5-uruven. Hacha 4-uruven. Hech narsa prям. Okay. Mega konteynerdan. Davay. Tushib ber bizga. Normal narsa tushib ber. Mega kont 250 ta. Prям eng minimal narsalar tushyapti bor u mega konteynerlardan. Yana 250 ta. Bugun VG bilan qaslashib qoldik-ku. Kechagi video yoqmadi shekilli. Mayli. Navishi tanki rasm umid qiluvdim, bundan ham hech narsa tushmadi. Shu video yoqqan bo'lsa, aniq bilaman yoqmadi, chunki bu yerda aytalik hech balo tushgan yo'q. Bitta atak tushib qoldi shu. Nima deysizlar? Streamni boshlayamizmi? Albatta, o'zingizlar fikrlar kommentariyada yozib qoldinglar. Mana shunaqa statistikalar bilan randomda streamda bosamiz. Sal qotyapti, bu videoda qotmaganga umiddaman. Hop, xullas shunaqa.
Atak uchun alohida video ham olaylikmi? Ha, 100 ta mana bu baraban pushkasini olib qo'yamiz yoki arzimaydimi video olishga ham. Nima bo'lganda ham fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Sizlar bilan Ziko Blitz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye.